Assalomu alaykum. Bugun Stop Gijja klinikasining davolanish jarayonlari va bemorlarning fikrlari haqida bilib olamiz. Ketdik. Zarinaxon, anchadan beri davolanyapsizmi? Yo'q, bugun 5 kun bo'ladi. Bugun 5-kun. 5-kunda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Ukamlar bilan ko'p urishardim. Keyin ko'p yerga qarab o'tardim, shular yo'qoldi. Shular yo'qoldi. Natijalarni sezyapsiz, yaxshi bo'lyapti. Rahmat. Zivarbek, sizga achchiq dorilar berishyaptimi? Achchiq dorilar berishmayaptimi? Bu davolaganda vannalar og'riqli bo'lyaptimi? Yo'q. Og'rimayaptimi chiqaring? Yaxshi davolanyapsizmi? Ha. Malades. Stop Gijjaga kelinglar. Gijjadan xalos bo'linglar. Polvon, ismingiz nima? Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Bu yerda doktor opalar yaxshi qarashdimi sizni? Ha. Achchiq dorilar berishmadimi? Bermashmadi. Berishmadimi? Yaxshi qarashdimi axir? Sizga o'xshagan o'rtoqlaringiz bo'lsa, ularni ham chaqirasizmi shu yerga? Ulardan qurtulib yerda davolasa yaxshi bo'ladimikan? Assalomu alaykum opa. Farzandingizni gijja borligini ilk alomatlari qanday bildingiz? Men farzandimni gijja borligini kechqurunlari sevib qo'yar, uxlagan vaqtida. Qorin-machak yotadi, bir joyda tura olmaydi, u yoq bu yoqdan. Juda ko'p ovqat yeydi. To'yidimi bilmaydi. Stop Gijjada qanchadan beri davolanyapsizlar? Stop Gijjada bugun 9-kun davolasi. Natijalar qanday bo'lyapti? Yaxshi, kechqurun deyarli semay qo'ydi. Ovqati kamroq degan, me'yorida bo'lib qoldi ovqat yeyishlari. O'zingizga o'xshagan shu farzandidagi gijja qurtlari bor ota-onalarga qanday maslahatlar berasiz? Stop Gijjaga olib keling, davolating, ko'rsating. Natijalari yaxshi, foydasi bo'lyapti. Vaqtida davolatish kerak bolalarni, yoshligidan parvarishlab. Guvohi bo'lganingiz kabi, bu yerda tabiiy va og'riqlarsiz davolaydi. Stop Gijja klinikasi sizning farzandingizning gijja qurtlarini davolash uchun eng ajoyib tanlov. Eslatib o'tamiz. Bu yerda agar natija ko'rmasangiz, 100% pulingiz qaytib beriladi. Bog'lanish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va obuna bo'lishni unutmang.